Keyingi oyatda aytadi: Subhanallazi xalaqal azvaja kullaha. U zot butun juftlarni yaratib berdi. Mimma tumbitul ardu va min anfusihim va mimma la ya'lamun. Yer o'stirayotgan nabototlardan ham juftlar yaratdi. Odamzotning nafsidan ham juftlar yaratdi va odamlar hali bilmagan narsalardan ham juftlar yaratdi. Juftlik qonunini bu yerda zikr qilishdan hikmat nima? Biz buni Zariyat surasida, Najm surasida ham aytdik, yana bir eslatib o'tamiz bu yerda. Juftlik qonunini bu yerda zikr qilishdan maqsad hayot ham juft ekanini eslatish. Hozir bu oyatlarda hammasidan g'oya inson qayta tirilishligini insonga tushuntirish. Hamma narsa juftmi? Hayotda mana keling, qaraylik, hamma narsa juft, erkak ayol. Va hatto nabototlar juft. Mana shu oyat ham aslida botanik bir ilmlardagi kashfiyotlarda bir mo'jizasi. Chunki hamma nabototlar juft bo'lishligini qadimda odamzod bilmagan uni. Nabototlarda chunki bir jinsiy a'zosi yo'q, uni erkagi urg'ochisi yoki ayoli bo'lishligini ajratib olsangiz o'shandan. Buni bugungi kunda botanikada tahlillar orqali, mikroskopik uni holini tahlil qilish orqali o'rganildi. Hamma nabototda jufti borligi. Ya'ni uni urg'ochisi bo'ladi va erkagi bo'ladi nabototlarda ham. Insonnikida bo'lganidek deyapman. Endi xullas mana shu juftliklarda zikr qilinishdan maqsad hayot ham juftligini eslatish odamzodga. Hayot ham juft demak. Hozirgi hayotimiz bor, uni jufti oxirat hayotimiz bor. Va o'sha oxirat hayotida oqibat boradigan joyimiz ham juft. Ikkitaning biriga ketadi odamzod. Yo jannatga ketadi, yo do'zaxga ketadi. Demak, ana shuni eslatilyapti. Subhanallazi xalaqal azvaja kullaha. Alloh qanday pok zotki, hamma narsada juftlarni yaratdi. Mimma tumbitul ard. Yer o'stirgan nabototlardan ham juft yaratdi. Va min anfusihim. Odamzodni o'z nafsidan ham juft yaratdi. Va mimma la ya'lamun. Va odamlar hal bilmagan narsalardan ham juft yaratdi. Qur'on mana shu narsaga ham ko'p e'tibor qaratadi. Odamzodni tushunishini istaydiki, odamzod tushungin, sen bilmagan narsa ko'p hali. Chunki agar odamzodga mana shu aqida kirgizilsa, odamzod tan olsa, men bilmagan narsa ko'p hali degan narsani, bu odamzodning dunyosiga ham, oxiratiga ham foyda. Chunki bilmaslikni tan olish bilimga qo'yilgan birinchi qadam. Qur'on shuning uchun odamzodga mana shuni tushuntirishni istaydi. Odam oxiratda inkor qilishligini ham sababi shu edi, bilmasligini tan olmasligi. Dunyosida odamzod qaloq bo'lib yurishligini ham sababi shu edi. Ko'p hali bilmagan narsalari borligini tan olmasligi edi. Alloh insonga tushuntiradiki, doim Qur'onda tan ol va ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmdan sizlarga juda ham oz narsalar berilgan. Bilmagan narsang ko'p, juda ham bilganingdan ko'p. Ana shu uchun aytayaptiki, juftliklarda ham hatto sen bilmagan narsalardan juftlarni Alloh yaratgan. Shuni mazmuniga elektr tokini kashf qilinishligini ham kirgizsangiz bo'ladi. Bu Qur'on tushgan paytda elektr tokini ikki xil zaryati bo'lishligi, plus minus zaryati bo'lishligi, musbat manfiy zaryatlari. Odamzod hech kim tushunmasdi. Ular hech qaysi bilmasdi bu narsalarni. Bugun insoniyat tushunib yetdiki, elektr toki degan narsa bo'lar ekan, uni plus tarafi, minus tarafi bo'lar ekan, juft ekan u ham hattoki. Nafaqat elektr toki, hattoki mana inson qo'liga ilinmaydigan atom zarralari, yadrosi, uni atrofida aylanayotgan elektronlari musbat va manfiy zaryatlar bilan zaryatlangan. Butun borliq mana shu juftlikdan iborat, musbat va manfiy. Tun, kun, oq, qora, issiq, sovuq, yoz, qish va hokazo. Hamma narsa juftliklardan iborat. Bunda Alloh ishora qilyaptiki, demak shunga o'xshab, seni hayoting ham juft, dunyo hayoti bor, oxirat hayoti bor. Yolg'iz faqat Allohnigina bu juftlikdan pokdi, subhanahdi. Shirk keltirma Alloh taologa, uninggina jufti yo'q, qolgan hamma narsa juft. Shu ma'nolar uchun odamzod bilmagan narsalardan ham juftliklar hali borligiga ishora qilyapti. Hali yana biz bilmagan qancha juftliklar bor borlig'ida. Hali kashf qilinmagan va kashf qilinsin, qo'rqmay aytavering, ana shunda Qur'onda mana shu ishora qilib qo'yilgan. Chunki Alloh aytib qo'ygan mana va mimma la ya'lamun. Odamlar bilmagan juftliklarni ham biz yaratib qo'yganmiz hali degan. Bunga o'xshagan yana bir misol Nahl surasining 8-oyatda Alloh ulovlar haqida gapiradi. Odamzodga ulov ne'matini berganligini. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Odamzodga biz otlar yaratib berdik, minishligi uchun, hachirlar
Eshaklar yaratib berdik minishligi uchun. Va ular bir ziynat qilib yursinlar otlarda yastanib deb. Avval zamonlarda markab mana shundan iborat edi faqatgina. Lekin oyat davomida aytadiki, "Va yaxluqu ma la ta'lamun." Hali sizlar bilmagan ulovlarni ham yaratadi deydi. Sizga savol, shu oyat tushgandan keyin hozirgacha yangicha bir jonivor yaratildimi? Eshakdan, hashrdan, otdan boshqa bir jonivor paydo bo'ldimi? Yo'q. Demak, qo'rqmay aytavering, mana shu yerda mashinalar deysizmi, mototsikllar deysizmi, samolyotlar, vertolyotlar, kosmik kemalar deysizmi? Har yana biz bilmagan qanaqa markablar yaratilinadi. Hammasi mana shu yerda ishora qilingan. Chunki o'zingiz ayting aql bilan. Eshak, hashir, otdan boshqa jonivor paydo bo'lmadi-ku. Alloh lekin aytib qo'ygandiki, yaratadi hali boshqalarni deganda. Sizlar bilmagan jonivorlarni ham. Ko'ryapsizmi? Mana shu aqidani inson tushunsa qanaqa foyda bo'ladi odamzodga. Dunyosiga ham foyda. Ya'ni hal men bilmagan narsam ko'p deb odamzod tan olsa, dunyosiga keyin ixtiro qilishga, kashfiyot qilishga harakat qiladi. Oxiratiga ham foyda bo'ladi. Oxiratda ham men bilmagan narsalar ko'p deb aqliga sig'dira olmasa ham iymon keltiradi. Jannat borligiga, do'zax borligiga, qayta tirilish borligiga. Oxiratda inkor qilish ham, dunyoda qoloqlik ham odamzod hamma narsani men bildim deb olishdan kelib chiqadi. Qur'on esa ana shu narsaga qarshi kurashadi doim, bilmagan narsang ko'p deganda. Shu oyatlarda gapirar ekansiz, ba'zilar aytadiki, ha shunchalik Qur'onni kashfiyotlar xabar qilingan ekan, nimaga shuni o'rgatib qo'ymagan qanday kashf qilishlikni deydi. Sizlar faqat tayyoriga bakovul bo'lib chiqasizlar deydi. Odamlar qiynalib kashf qiladi, sizlar Qur'onda bor deb chiqasizlar deydi. Aslida Qur'on odamzoddan ana shunaqa tayyoriga bakovul bo'lmasligi uchun, odamzod tayyoriga bakovul bo'lmasligi uchun uni qanday ixtiro qilishni odamzodga o'rgatmagan. Faqat johilligini tan olib, ilmga harakat qilishligi uchun ishora qilib qo'ygan Qur'onga. Agar Qur'on hamma narsani qanaqa qilib kashf qilinishini ham insonga aytib qo'yganda, masalan, hozir mana shu ulovlar masalasida, eshak, hashir, otdan boshqa ulovlar bor, ularni qanaqa qilib yasalishligini ham aytib qo'yganda, inson ana shunda tayyorga bakovul bo'lardi. Qur'on odamzoddan ixtirochilikni istaydi. Kashfiyotchilikni istaydi. Tayyorga bakovul qilib hamma narsani o'rgatib berishdi emas. O'zing kallangni ishlab chiqar deydi va shu nazariy e'tibordan bo'lishi mumkinligiga ishora qilib qo'yadi. Mana sen bilmagan hali ko'p markablar bor deb ishora qilib qo'yadi. Sen bilmagan ko'p juftliklar bor deb mana bu oyatda ishora qilyapman Yasin surasida. Oxir oqibatda insonni tan olishini istaydiki, bu kitob haqligini. Allohning kitobi bu.